Assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar. Meni o'g'lim 10 yildan beri reumatoid poliartrit kasali bilan og'rib keladi. O'g'limni juda ko'p joylarga davolanishga olib borganman. Toshkentdagi Tashmida, TTZda, o'zimizni Farg'ona viloyatida juda ko'p lecheniyalar olganmiz. Lekin vaqtinchalik bo'lgan hamma lecheniyalarimiz yana o'sha og'riq. Men juda ko'p vrachlar bilan suhbatlashganimda, bu reumatoid poliartrit kasalini davosi bormi deganimda, bu umrbodlik kasallik, davosi yo'q, umrin oxirigacha mana shunaqa lecheniyada yurasizlar degan javobni olib, juda tushkunlikka tushib qolgan paytimda mana shu Baxtiyorjonni shogirdlari, Ahrorjon umridan baraka topsin, ukamiz shu Baxtiyorjonni taklif qildi. Baxtiyorjonga borib, lecheniya oling opa, buni davosi bor ekan. Men mana shu doktorda YouTube'larda ko'rdim, o'zim ham borib bu lecheniyani qilyapman odamlarga deb taklif bildirganda, men endi Toshkentdagi vrachlar, professorlar davosi yo'q deb tursa, bu doktor endi qanday meni bolamni davolaydi deb ikkilandim. Keyin Baxtiyorjonni videolarini kuzatib borishga qaror qildim. Alhamdulillah, doktorga borib, doktorga uchrashdik. Bizni juda ham yaxshi kutib oldi. Lecheniyalarni boshladik. 5 kun olganimizdan keyin doktor opa yana yaxshiroq natija olamiz desalaring 21 kundan keyin ikkinchi lecheniyaga kelishimizni taklif qildi. Biz bordik yana ikkinchi lecheniyaga. O'g'lim ikkinchi etajdan bemalol yurib pastga tushib, doktorning xonasiga, muolajaxonaga tushib muolajalarni oldi. 3 martadan mana shu ovqatlanishga pastga tushib bemalol oyog'ida yurdi. Yaxshi natija oldik. Bu orada o'zim ham lecheniya qildim. Belim, oyog'imda juda ham kuchli og'riq bo'lar edi. Belimdagi rejam bor edi. Umurtqamda 2 joyida stenoz degan kasalligim bor ekan. U kasalligimga ham yaxshi shifo bo'ldi. Uzoq o'tira olmasdim men. Mashinani uzoq minolmasdim. Hozir bemalol Toshkentlarga borib kelyapman, Namanganga borib kelyapman. Alhamdulillah, mana shu Baxtiyorjonni sharofati bilan biz og'riqsiz hayotga qaytdik desak bo'ladi. Keyin biz bu doktorga bizni vodiyga borib ishlash taklifini bildirganimizda, doktor bajonidil boraman opa, mana shu klinikangizni bitirsangiz borib ishlayman deb aytishdi. Inshaalloh biz mana shu doktorni Farg'ona viloyati Bog'dod shahriga olib kelib, xalqimizga mana shu og'riqsiz hayotda beradi degan umiddamiz. Mana shu doktor inshaalloh kelib biz bilan hamkorlikda ishlaydi. Alhamdulillah.